Xonanda Sevinch Mo'minova haqida hozirgina shoshilinch xabarlar tarqaldi. Sevinch Mo'minova yig'lab murojaat qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Xonanda Sevinch Mo'minova navbatdagi intervyusida ajrashgan, ammo farzandlariga beparvo bo'lib qolayotgan erkaklarga qalban chiqqan murojaati bilan chiqdi. U bu so'zlarni shunchaki maslahat sifatida emas, balki hayotiy tajribasiga tayanib aytganini ta'kidladi. Ajrashib, begona bo'lib ketsangiz ham u sizdan tug'ilgan pushtingizdan bo'lgan farzand. Ayniqsa qiz farzandning mehringizni ayamang. Albatta, o'g'il farzand ham keyin foydasi bo'lmaydi. Pushaymon bo'lasiz. Buni o'zimning hayotimdan kelib chiqib aytyapman. Ko'rib bilib yuribman, deydi xonanda. Sevinch Mo'minovaning ta'kidlashicha, ayrim otalar vaqt o'tib o'z qilmishi uchun qattiq afsuslanadi, ammo o'sha payt kech bo'ladi. Ko'z yosh ham qilasiz, ichingizni tirnaysiz, vijdon azobida qiynalasiz, lekin ortga qaytib bo'lmaydi, deydi u dard bilan. Xonanda farzanddan kechmaslikning nafaqat ma'naviy, balki ruhiy va ilohiy barakasi borligini ham alohida ta'kidladi. Farzandingizga nima qilsangiz ham Alloh baraka beradi. Pulini ham, mehrini ham ayamagan erkakka Alloh ortig'i bilan beradi. Rizqingiz yog'iladi. Bunday erkak qaraganda xor bo'lmaydi, deydi u. Sevinch Mo'minova so'zlarini yanada ta'sirli misol bilan yakunladi. Kichkinaligidan mehr ko'rgan qiz ulg'aygach, onam ajrashgan bo'lsa ham otam meni tashlab ketmagan deb dadasiga jonini beradi, dadajon deb xizmatini qiladi, deya ko'zlaridagi hissiyotni yashira olmadi xonanda.